Alloh subhanahu va taolo insoniyatni yaratganda insoniyatga shunday bir oshqozon bergan. Ko'rgani ko'z, eshitgani quloq, yurgani oyoq, ushlagani qo'l. Shu a'zolarni hammasi ishlashligi uchun Alloh subhanahu va taolo insonni doim yeb turadigan, yeydigan taomni, sharobni ichadigan qilib Alloh subhanahu va taolo yaratgan ekan. Odam alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo jannatda yaratgandan keyin Odam alayhissalomga Alloh taolo xohlagan narsanglarni yenglar dedi. Jannatda nima bo'lsa, hamma narsani yeyishlikka sizlarga ruxsat dedi. Ya Adam uskun anta va zawjukal jannata va kula minha haythu shi'tum ragadan. Ey Odam, siz o'zingiz va sizni ayolingiz jannatda yashanglar, xohlagan narsalaringlarni yenglar dedi. Haythu shi'tum degan xohlagan narsalaringlar dedi. Ammo jannatdagi bitta daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Bitta daraxt bor, mana shu daraxtga sizlar yaqinlashmanglar dedi. Shayton kelib Odam alayhissalomni vasvasa qildi. Boyagi daraxtni, ya'ni Qur'oni Karimda bu yerda oyatlar ko'p, o'sha daraxtni yeyishlikka shayton odamni vasvasa qildi. Sizlar bilasizlarmi nimaga Alloh subhanahu va taolo mana shu daraxtni yeyishlikdan qaytaryapti? Illa an takuna malakayn. Sizlar mana shu daraxtdan yesanglar, farishta bo'lib qolasizlar dedi. Yoki jannatda doim qolib ketadigan bo'lib qolishinglardan Alloh taolo sizlarni yashirib, shuni yemasin deyapti. Shuning uchun sizlar yemanglar deb qaytaryapti. Yeb qo'ysalar hech narsa bo'lmaydi dedi. Sekin borib daraxtni bir mevasidan olib yeb qo'yadigan bo'lsangiz, buni zarari yo'q deb shayton Odam alayhissalomni favasvasa lahumash-shayton. Odam alayhissalomni va Odam alayhissalomning ayoli Havvo onamizni shayton vasvasa qiladi. Inson doim yeyishlik degan ehtiyoji bor-da. Va insonning qalbida vasvasasi bor. Hammamiz bilgan narsa, Odam hamda momo Havvo ikkalalari shu daraxtdan olib yeyishadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fabada lahuma, bular qaytarilgan narsani yeganliklari uchun bularni avratlari ochilib qoldi deyapti. Mana shu yerdan bizga qonun qoida chiqadi. Qaysi inson qaytargan narsani, harom qilingan narsani yesa sharmanda bo'ladi, dunyoda ham oxiratda ham. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kulu minat tayyibati va amalu soliha, tayyib bo'lgan, halol bo'lgan, pok bo'lgan narsalarni yenglar va solih amal qilinglar dedi. Mana bu yerdan bizga ikkinchi qoida chiqadi. Qaysi inson halol narsani yesa, solih amal qilishligi oson bo'ladi. Qaysi inson harom narsani yesa, solih amal qilishligi qiyin bo'ladi. Ba'zan savol berishadi odamlar, nimaga biz ibodatga zaifmiz, nima sababdan biz ibodat qilgani qiynalyapmiz deydi. Haromga yaqinlashib qolayotgan bo'lishi mumkin. Biz harom yeb demaylik. Haromga yaqinlashib qolayotgan bo'lishligi mumkin. Shuning uchun bomdodda o'qiy olmaydi vaqtda. Shuning uchun ehsonni vaqtida qila olmaydi. Shuning uchun namozlarga bir e'tibor bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Va zakara ar-rajula yutilu as-safar", uzoq safar qilib kelib yurgan bir insonni zikr qildi. Ash'asa aghbar, sochlari to'zib ketgan, kiyimlari to'zib ketgan, safarda yuraverganligi uchun ancha qiyin holatga tushib qolgan. Yamuddu yadayhi ila as-sama, ikkala qo'llarini osmonga ko'tarib duo qilyapti. Fayaqulu ya Robbi ya Robbi, ey Robbim, ey Robbim meni duolarimni ijobat qil deyapti. Fa anna yustajabu lizalik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni duosi ijobat bo'lmaydi, qanday ijobat bo'lsin deyapti. Sharti mat'amuhu haramun va mashrabuhu haramun va malbasuhu haramun va guzziya bil haram. Duosini ijobat bo'lmasligining sababi bu haromdan yegan bu deyapti. Yegani harom, ichgani harom, kiygani harom, o'zi bilmagan holda harom narsalarni ham yeb yuribdi deyapti. O'zi bilmagan holda harom narsalarni yeb yuribdi deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayyuma lahmin nabata,
alal harami fannaru awla bihi dedi. Qaysi insonni badani harom narsalar bilan semirsa, unga do'zax yaqinroq dedi. Ustagarlik qiladi ba'zi paytda, aldaydi. Yolg'on gapiradi, omonatga xiyonat qiladi. Kasblarda ko'rinadi bu. Har xil kasbda ishlayotgan odamlar shu kasbni narigi odam tushunmaydi, bu ishingiz mana buncha bo'ladi deb uni aldaydi. Shu kasb bilan agar harom yo'l bilan topilayotgan bo'lsa, fannaru awla bihi deyapti. Mana bu insonni do'zaxga tushganligi yaxshiroq deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni hayotlaridan u kishini biz bilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar roziyallohu anhuga: "Ey Umar, siz yurgan yo'lda shayton yurmaydi" dedi. Shayton sizdan qo'rqadi, siz yurgan yo'lda shayton yurmaydi. Shunchalik sizning taqvoingiz kuchli dedi. Alloh taolodan qo'rqqanligingizdan shayton sizdan qo'rqadi dedi. Mana bu qoida. Siz Alloh taolodan qo'rqsangiz, boshqa odamlar ham qo'rqib qoladi. Nafaqat odamlar, siz Alloh taolodan qo'rqsangiz, shayton qo'rqadi deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda. U kishi xalifa bo'lib, musulmonlarning boshchisi bo'lib yurgan paytlarida Umar roziyallohu anhu qavm qarindoshi emas bo'lgan insonlardan, mahalladan, el yurtdan xabar olib turar ekan. Qanday ahvolda yashayapti odamlar? Odamlarning orasida nima so'z bo'lyapti deb xabar olib, tunda ba'zan aylanib yurar ekan. Yana bir safar mana shu tunda aylanib yurganda mahalladan o'tib ketsa, ona bolani suhbatini eshitib qoladi. Ular sut sotar ekan. Umar roziyallohu anhu mana shu uydagi suhbatni eshitib qoladi. Onasi qiziga qarab aytadi: "Ey qizim, mana ertalab bo'lay deb qoldi. Sutni ham bozorga olib borishligimiz kerak. Shu sutga suvni qo'shib qo'y. Uyda kamchiligimiz ko'payib ketyapti. Sutga suvni qo'shib qo'y, ko'paysin-da, keyin olib borib sotib kelaylik." Deganda kichkina qizchasi aytadi: "Ey ona, Umar roziyallohu anhuning so'zini eshitmadingizmi? Sutga suv qo'shishlikni jazolaymiz. Sutga suv qo'shishlik mumkin emas deb aytdi-yu", deb qizi onasiga aytar ekan. Aytsa, onasi aytadi: "Umar qayerdan ham eshitib o'tiribdi" deydi. Hozir Umar qayerdan ham eshitib o'tiribdi deydi. "Sen men bizni qilayotgan amalimizni Umar ko'ryaptimi? Sen meni aytganim qilib sutga suvni qo'shib qo'yavermaysan" deydi. Deganda qizi yana javob beradi: "Ey ona, Umar uxlayapti" deydi. Alloh taolo uxlamayapti-yu. Alloh taolo ko'rib turibdi-yu. Alloh taolani yanida nima degan odam bo'lamiz? Umarni Robbisini yanida nima degan odam bo'lamiz? Qanday qilib sutga suvni qo'shamiz? degan suhbatini Umar roziyallohu anhu eshitib qoladi. Mavla Salim bilan birga yurgan doimo ana shu uyni belgilab ketishadi-da, ketgandan keyin ertasi kuni kelib farzandlariga aytadi: "Kiminglar uylanasizlar? Men taqvodor ayol topib qo'ydim" deydi. Taqvodor ayol. Mana farzandingizga to'y qilmoqchi bo'lsak, uylantirmoqchi bo'lsak, biz buni ko'p aytdik. Ehsonini, mashinasini, videosini, falonchi pistonchini kutyapmiz, bolamizga qizni yaxshisini kutmayapmiz ba'zi paytda. Umar roziyallohu anhu o'zi xalifa bo'lsa ham eng kambag'al bo'lgan bir oiladagi omonatgo'ylik uchun o'shani olib beraman dedi. Farzandlarini biri rozi bo'ldi. Rozi bo'lgandan keyin haligi uyga borib, "Shu qizni menga beringlar. Men o'zim kelin qilib olaman" dedi Umar roziyallohu anhu. Umar roziyallohu anhudan boyagi nevara ko'rdi-da, nevarasida qiz tug'ildi. Shu qizidan yana bir farzand tug'ilib, Umar ibn Abdul Aziz 5-xalifa tarixdagi eng adolatli kishilarning biri deb tanilgan Umar ibn Abdul Aziz dunyoga keldi. Ya'ni halol narsa yesangiz, halol mehnat qilsangiz, farzandlaringiz, nevaralaringiz, chevaralaringiz hammasi halol bo'ladi. Hajga ketishayotganda bir kemada Misrdan yo'lga chiqqan kema Saudiya Arabistoniga hajga ketayotganda bir kishining cho'ntagida 14 dinor puli bo'lar ekan. 14 dinor puli. Hajda hayvonlar bor ekan, insonlar bor ekan. Ba'zi bir hayvonlarni maymun, sher shunga o'xshagan narsalarni ham olib borib sotishlik uchun olib ketyapsa, mana shu maymunlarning bittasi bo'shalib, haligi insonni 14 dinor pulini qo'lidan olib yelkanli kema deydi, yelkanni ustiga chiqib olib, sekin haligi hamyonni ochar ekan. Ochganda hamyonni egasi aytadi: "Pulni ber" deydi. Ishora qiladi boyagi maymunga qarab.
deganda ichidagi pulni olib bittasini egasiga, bittasini suvga tashlaydi. Bittasini egasiga, bittasini suvga. Shunday qilib haligi odamning qo'lida pulni yarmi qoladi. Yarmi qolganda bu voqeani kuzatib turgan o'sha kemadagi bir domla odam kelib turib so'raydi, siz nima tijorat qilardingiz, nima kasb hunar qilardingiz, siz kasb hunaringizni aytmaysizmi, sizga bir savolim bor desa, men sut sotardim deydi. Boyagi voqeaga o'xshaydi bu ham. Sut sotgan bo'lsangiz, sutingizga suv qo'sharmidingiz, qo'shmarmidingiz deydi. Sutga suv, suvga sut shunday qilib aralashtirib sotganman, shunday bo'lgan. Desa, mana sutniki sizga qoldi, suvniki suvga ketdi degan ekan. Halol bilan qilganingiz o'zingizga qoldi, haromniki o'zini joyini topib ketdi, sizga baribir nasib qilmadi deb. Hajga borsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda ma akala ahadun ta'aman min amali yadihi, biror bir inson o'zi mehnat qilsa, mehnatidan taom yeydigan bo'lsa, mana shu eng afzal dedi. Yana bir aytiladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bir inson masjiddan umuman chiqmar ekan. Zikr qilayotgan, tasbih aytayotgan, namoz o'qiyotgan, mana shu bilan avra. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kim dedi? Dedi, bu ibodatgo'y deb aytishdi. Bu ibodatgo'y bo'lsa, buni oilasini kim qarayapti dedi. Farzandini kim qarayapti dedi. Buni akasi bor, ukasi bor, farzandlarini qaraydi, bu masjidda o'tiradi, boshqa ish qilmaydi, faqat zikr qiladi, shu bilan avra dedi. Qola payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, buni akasi bundan yaxshiroq ekan dedi. Akasi halol mehnat qilar ekan, doimo mana shu ibodat bilan emas, balki ibodatni ham, dunyosini ham bajaradi ekan dedi. Bizning dinimiz shunday. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda Nuh alayhissalom yog'och usta bo'lgan dedi. Davud alayhissalom temir usta bo'lgan dedi. Zakariya alayhissalom duradgor bo'lgan dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi yoshlik paytida makkaliklarni qo'yini boqib bergan pulga. Balog'atga yetgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hammanglar bilasizlar, tijoratchi bo'lgan. Ya'ni nimani aytmoqchimiz? Har bir inson, ayniqsa erkak kishi kasb hunar qiladi. Bitta erkak kishiga 40 ta hunar ham oz deydi ba'zi bir joylarda. Shu kasb hunar qilmasdan iloji yo'q. Hammamiz shunday odamlarimiz, tirikchilik qilishimiz kerak, uy solishimiz kerak, bolamiz kasal, unday bunday shunga o'xshagan muammolar ko'p hammaniki. Lekin mana shu tirikchilik qilayotgan paytda, mehnat qilayotgan paytda harom yo'lga kirib ketishlik eng yomon narsa. Tarixdagi ba'zi bir insonlarning ayollari aytar ekan, "Ey falonchi" deb ertalab xizmatga chiqib ketyapti. "Ey falonchi" eriga aytayapti. "Biz ochlikka chidaymiz, ammo do'zaxning o'tiga chidamaymiz. Harom narsani olib kelmang bizga" der ekan. Erkak kishining iloji yo'q, xizmat qilmasdan, tijorat qilmasdan, kasb hunar qilmasdan umuman iloji yo'q. Lekin mana shu kasb hunar qilayotgan paytingizda ba'zan harom yo'llar sizni peshonangizdan chiqadi. Mana shuni qilmaysizmi? Pullari osonroq, mehnatlari osonroq deydi. Mehnati eng oson bo'lib turib, harom bo'lsa hukm o'zgarmaydi, bilib oling. Mehnati qiyin bo'lsin. Odamlarning nazarida eng past ish bo'lsin. Birovning oyog'idagi oyoq kiyimini artib pul topsin, mana shu halol bo'lib hisoblanadi. Eng chiroyli kiyimlarni kiyib olib, harom mehnat bilan, harom kasb bilan ish qilsin, dunyoni o'zida ko'rsatadi Alloh taolo. Butun badanni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, butun badani do'zaxga tushgani ma'qulroq harom yo'l bilan mehnat qilgandan ko'ra deyapti. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga kulu minat tayyibat, pok narsalar yenglar dedi. Alloh taolo mo'min musulmonlarga ham payg'ambarlarga nimani buyursa shuni buyurdi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda. Bir o'sha arab diyoridagi yana bir kishining voqeasi, bir oqsoqolni ziyorat qilgani bordim deydi. 97 ga kirgan ekan. 97 ga kirgan oqsoqol. Doktorlar o'tgan hafta tekshirishdi qonini. Umumiy analiz qilibdi qonini, umumiy tahlil deydi. Qonini umumiy tekshirib, doktorlar hayron qolayotgan ekan. Sizda biror bir kasallikning alomati yo'q deyapti ekan. 97 ga kirgan oqsoqoldi. Biror bir kasallikning alomati yo'q. Domla aytayapti, men haligi odamman bilan borib gaplashsam, menga aytayapti, "Ey domla, men shu yashimgacha harom yeganim yo'q, harom yurganim yo'q" deyapti ekan. Ko'rdingizmi? Shu yashimgacha men harom yeganim yo'q deyapti. Nima sababdan hozir bizda kasallik ko'p? Nimaga tuzalmaymiz? Nima to'g'ri kelsa yeb qo'yapmiz ba'zi paytda.
harom kasb qilmayapmiz-u, haromga o'xshagan narsalarni yeb qo'yapmiz. Ko'zimga ichki taqmayman debdi. 16 yoshdan masjidda 16 yoshdan ta'lim berishni boshladim debdi. 96 ga kirgan, necha yil ta'lim bergan bo'ladi? 16-96. Shuncha yil Qur'on Alloh subhanahu va taolo bu kishiga Qur'ondan ta'lim berishlikni imkoniyatini berib qo'yibdi. Ba'zi bir odamlar haromdan kasb qiladi, umri banisada o'tadi. Ba'zi bir odamlar haromdan kasb qiladi, yana mana shu narsaning oqibatini to'lashlik bilan ovora bo'lib yuradi. Mayli, oxirgi aytiladigan narsamiz, bir kishi o'sha halol mehnat bo'yicha bir kishi doim qishloqdan bir odam kelib, pishloq, sut, qatiq, qaymoq sotadigan odam shaharga kelar ekan. Shahardagi guruch, makka, bug'doy mana shunaqa sotadigan odamga narsalarni berib, o'rniga mana shu narsalarni olib ketar ekan. Shahardagi odam gumon qilib qoladi-da. Bu yerda qishloq shaharda ajratish ketmayapti, to'g'ri tushuninglar. Shahardagi odam gumon qiladi-da, bu deydi menga 1 kiloni o'rniga 1 kilodan ozroq olib kelyapti shekilli. Pishloqlarni, yusuflar tartib ko'rmasam bo'lmaydi deb taroziga shunday qo'ysa 900 gram chiqadi. Tarozdan uryapti. Vaylul lil mutaffifin. Vayl bo'lsin degan Alloh taolo tarozdan uradiganlar. Unni, bug'doyni unini, arpanikini bug'doyni deb sotadigan odamlar. Juda qattiq g'azabi keladi. Kim bo'pti bu meni aldagani? Qanday qilib aldaydi? Men bunga bug'doy bersam, arpa bersam, makka, hamma narsani bersam, menga har safar 900 gram berib ketyapti ekan bu deydi. Yanadagi do'konchilarda ham uni kelishini hamma do'konchilarga e'lon qilib, men buni sharmandasini chiqaraman, sizlar ham guvoh bo'lib qo'yinglar. Bu meni aldayapti ekan deydi. Haligi odam kelganda yanadagi sheriklarni ham chaqiratdi. "Ey falonchi" deydi. "Nima sababdan senga men chiroyli qilib bug'doyni tortib bersam, unni tortib bersam, yo'q, hamma narsani tortib bersam, sen menga 900 gramdan sut, 900 gramdan qatiq, 900 gramdan pishloq beryapsan. Oz chiqyapti" deydi. "Ikkinchi sendan savdo qilmayman. Sen yomon odam ekansan, nima degan gap" deb haligi odamni ancha odamlarni ichida sharmanda qiladi. "Hey, to'xtang, aytib beradiganiga qaramasdan gapirib tashlaydi-da. "Ha, gapirib bo'ldingizmi?" deydi. "Gapirib bo'ldim" desa, "Meni uyimda tarozi yo'q" deydi. "Siz 1 kilo deb bergan narsani bitta pallaga qo'yaman, bu yog'iga bitta pallasiga o'sha pishloqni qo'yib tortib sizga olib kelaman" deydi. Ana o'zini sharmanda qildi. "Men o'zi bir kambag'al odam bo'lsam, uyimda tarozi nima qilsin" deydi. "Siz 1 kilo deb bergandi bu tarafiga, o'zim mana shu 1 kilo bo'lsa kerak deb bu tarafiga solamanda tortib olib kelib sizga beraman" deydi. Deganda haligi odam yerga qarab sharmandasi chiqib qoladi. Kimisi harom mehnat qilyapti. Bug'doy, un, arpa berayotgan harom mehnat qilyapti. Biz aytdik xutbaning boshida, haromdan qilingan mehnat insonni sharmanda qiladi. O'zini o'zi sharmanda qilishlikni Alloh taolo haligi odamga qilib qo'ydi. Shuning uchun birodarlar, halol mehnat qilishga harakat qilaylik. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Mahdina ilal haqqi va ila tariqil mustaqim rahmatik.